Dada yana ishkal bo'ladi. Otang bilan qanaqa ohangga gaplashyapsan? Dada oyog'ingizni hiddan mushugimiz o'ldi. Endi meni ham o'ldirmoqchimisiz? Yuvib keling. Mani xona o'llab ketgan. Meni oyog'im sasimayapti dedim senga. Dada, mani xona yonib ketgan. Qanday sasimasligi mumkin? Oyog'ingizni bitta ko'ringki, qurtib tushmabdimi oyog'ingizga? Oz ko'raychi. Yo'q, hali qurtlamabdi lekin. Yaxshilikcha aytdim, qilmadingiz. Ishkal bo'ladi, qo'shmay turing. Bobo, mana yerda yomon qattiq ishkal bo'lyapti. So'kib qonimda ekran. Nima ishkal bo'lyapti? Bobo, mana dadamga ayting, oyog'ini yuvib kelsin, qurtlab ketgan. Hidi burni o'rnashib qo'ygan. Benzinni yuqsam ham ketmayapti bu qiz. Seni dastingdan bolaligingga ham uyda o'tirib bo'lmasdi. Qachon yuvding oyog'ingga oxirgi marta? Ha, u kuni bir chekkana bir narsani bosib oldim. Ha, o'shanda yuvdim-ku yaxshilab oyog'imni. Hali bir hafta ham bo'lmadi. Bir hafta? Dada, futbol tugadi, ko'p tashaveraymi? Qayerdandir o'lik hidi kelyaptimi? Reach the bar, underground methods.